Hozir aytdingiz, sabablari, oldingi qarori va niyati bizga bog'liq bo'lganligi uchun natijani Allohdan kutamiz dedingiz. Shunday. Endi sizga bir savol. 2 + 2 4. 2 bu sabab, birinchi 2 ham sabab, ikkinchi 2 ham sabab. Mayli, qo'shuv bu yo'nalish bo'lsin, o'sha yo'nalish qilinyapti va 4 natija. 2 + 2 ni 4 natijaligini biz bilamiz. Ya'ni har doim 2 aniq bo'lganligi uchun, ikkita sabab aniq bo'lgani uchun natija shunaqa chiqishligini biz bilamiz. Shu holatda natija Allohdan bo'lsa, natijani bilish ehtimoli bizda yuqori-ku. Agar shu oddiy formulani ishlatgan holatimizda. Xo'p, bu 2 + 2 4 bo'lishligi bu matematik misol xolos. U dunyoda 2 + 2 5 ham bo'lib qolgan, 3 ham bo'lib qolgan holatlar millionta. Millionta. Mana shu yerda Sharq bilan G'arbni bir ajoyib misolni keltiraman. Bugun G'arb rivojlanib ketdi. Nega? Chunki ular 2 + 2 4 bo'lishiga aniq, biz boshqa narsaga e'tibor qaratmaymiz dedi. Sabablarni qattiq ushladi va o'sha 2 + 2 ni 4 qilishga harakat qildi ular. Sharqdagilar aytdiki, yo'q dedi. Biz dedi sabab qo'yotmaymiz. 2 + 2 ni 5, 3, 1, 10 qilish yaratganning qo'lida dedi. Ikkalasi ham adashdi. Ikkalasi ham qattiq adashdi. Qayerda adashdi? G'arbdagilar 2 + 2 aniq 4 qilaman deb harakat qildi-yu, juda ko'p holatda 3 bo'lib qolib, 2 bo'lib qolib, -0 bo'lib qolgan holatlarda, bu nimaga unaqa bo'lyapti dedi. Sharqdagilar esa 2 ni 2 ga qo'shish sababini esidan chiqardi. Qilmadi. Yotdi faqat. Duo qilsam bo'ldi deb o'yladi. Alohida to'xtalamiz duo mavzusiga. Biz dedi sababgacha ko'p yopishimiz shart emas. O'zi shundoq rizqimizni beradi deydi. Lekin asli unga yuborilgan kitobda sababga ko'proq yopishish kerakligi va natija haqida g'am chekmaslik haqida buyurilgan edi. Ana shu joyini esdan chiqarib yubordi. G'arbdagilar esa mutlaq kitoblarni inkor qilib boshladi. Yo'q dedi, biz o'zimiz 2 ni 2 ga qo'shamiz, 4 qilamiz dedi. Va aniq-ku dedi. Yo'q, unaqa emas. Juda ko'p g'arb olimlarining o'zlari e'tirof etishyapti. 3 ham bo'lib qolar ekan, 2 + 2, 2 ham 1 ham bo'lib qolar ekan dedi. Hattoki umuman bu narsalarni teskari holatga o'tib ketish ehtimollari ham bor ekan dedi. Yoki ko'payib ketar ekan dedi. Biz bu yerda adashdik deb tan olgan olimlar bor. Va ular o'sha 2 ni 2 ga qo'shib 4 qilishlik uchun qilayotgan harakati natijasida insonning ruhiyati, qalbga tegishli ilmlar, onga tegishli ilmlar, qadriyatga tegishli ilmlarni mutlaq inkor qilib boshladi ular. Mutlaq. Menimcha sal tushunarli aytay, yo soddalashtiraymi bundan ham? Yo'q, yaxshi. Men anaqa javobni eshituvchilarga. Ya'ni yanada soddalashtiray. Ular o'yladiki, men boramanda falon joydan tanishlarim orqali molni olib kelib sotsam, ustiga mana buncha $1 qo'ysam, 1000 ta sotsam, menga $1000 qonishi aniq deb o'yladi. Lekin borib olib keldi, sotuvdi, hatto o'zini ham yarmini sota olmadi. Kasod bo'ldi. Yo'q, kasod bo'ldi, yarim molga tushdi. Riskni hisobini olgan, lekin bu yerda u men o'zim qilaman deb turib oldi. Va aksar g'arb insonlari mana shu narsani natijasida o'z jonlariga qasd qilishni boshladi. Nega meniki 2 ga 2 ni qo'shganim 4 bo'lmadi deb turib oldi. Biznikilarchi, sharqliklar borib molni yoki o'sha ishlab chiqarilgan narsani olib kelib sotishni, chiroyli qilib sotish kerakligini esdan chiqardi. Unutdi-da, $1000 xayolida duo qilib, menga Robbim $1000 ber deb duo qilib yuribdi. Jab borsa ekspert o'ynayapti. Birovdan qarz olib. Xudodan qo'rqmagani ekspert o'ynayapti. Qo'rqqanrog'i nima qilyapti? Birovdan qarz olib bermay ketyapti. Mashinani qarzga oladi, uyni qarzga oladi. Qarzdor kelib so'rasa, pul yo'q. Birovni qo'liga pul tushsa, asli bizga buyurilgan narsa qarz qo'limizga, masalan, pul tushishi bilan kimdan qarz olgan bo'lsak, berishimiz kerak-da. U bizning qo'limizda bo'lsa ham birovning puli hisoblanadi. Biz birovning puliga mashina olib, uy olib, minib, mazza qilib, maishat qilib, kafe, restoranlarga borib, Instagramlarga qo'yib, maqtanib, reklama qilib, mana shunaqa qilib yuribmiz-da. Agar bu sal qo'rqadiganrog'i. Qo'rqmaydigani nima qiladi? Siz aytgandek, ekspert o'ynaydi, firibgarlik qiladi. Boshqa, masalan,
narkotik sotadi, o'g'irlik qiladi va hokazo. Hatto o'g'rilarda shunaqa gapi bor. Bugun omadimiz chopda der ekan, ha desa, 1000 tilla urib keldik bugun. Insof bersin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, G'arb sabablarni mahkam ushladida, siz aytganday matematik formulani o'ziga tayanib qoldi. Lekin bu formulaning egasi bor ekanligini esidan chiqardi. Egasi bor ekanligini. U egasi bu formulani qanaqa ishlatish bo'yicha bizga hattoki yo'l yo'riqlar ko'rsatadigan kitoblarni jo'natganligini, o'zini maxsus vakillarini jo'natganligini mutlaq esidan chiqarib yubordi. Inkor qilib boshladi hattoki. Sharqchi. Sharq aytdiki, biz dedi sabablarga shart emas dedi. O'zi shundoq ham rizqimizni beradi deb, natijada G'arbda lekin baribir biroz ustunlik bor. Qanday deng? Sababini qilgandan keyin bu dunyo sababiyat ustiga qurilganda, bu dunyo sababiyatning ustiga qurilganligi uchun yaratuvchi sababini qilganlarga uni e'tiqodidan qat'iy nazar anu to'rga olib borib bog'laganligi uchun shu to'rni berish ehtimoli katta. Bermasligi ham mumkin, lekin berish ehtimoli katta. Va shu narsani qilganligi uchun aksari to'rga olib bordi. Biznikilarchi ana shu 2 ni 2 ga qo'shmadi hamda. O'tiribdi faqat, yotibdi, o keraksiz mavzularda tortishib yuribdi. Kalta ishton kiyish kerakmi, uzun ishton kiyish kerakmi, paypoqmi, falonchimi, pismadonchimi? Mana Ramazonda og'izni azon aytgandan oldin, masalan, shomdan oldin ochadimi? Og'izni ochib shom o'qiydimi yo shom o'qib keyin og'izni ochadimi deb mana shunaqa narsalar bilan tortishib yuribdi. Yoki anu falonchi daraxtni eksa bo'ladimi, pismadonchini eksa bo'lmaydimi? Qaysi kuni mana bunday qilgan yaxshi, falon kuni safarga chiqsa bo'ladimi? Ha, bular asosiy gaplar emas. Bular ham kerak bizga. Lekin bular asosiy gaplar emas. Biz 21-asrdamiz. Insoniyatning eng rivojlangan davridamiz. Eng rivojlangan davri hozir. Bugungacha bo'lgan eng rivojlanish cho'qqisdamiz. Va bunaqa holatda biz aslida kitobi bor, yo'lboshchisi borlar biz oldinda bo'lishimiz kerak. Chunki bizni yo'lboshchilarimiz sababni o'ta qattiq ushlaganlar. Qattiq ushlagani uchun ularni 2 ga 2 qo'shganida 2000 bo'lib ketgan. 10,000 bo'lib ketgan. 100,000 bo'lib ketgan. Bitta Marcel Brion'nimi ekan, kimdir bir kitobini, Sohib Qur'on haqidagi kitobini o'qib qoldim. Bu asli Ibn Arab shohda ham bor, Ibn Haldunda ham bor, Sharofiddin Al-Yazidning Zafarnomasida ham bor, lekin mana shu yevropalikniki menga yoqdi. Yoki Marcel Brion yoki kimdir. Sohib Qur'onni degan o'ziga xos bo'lgan xususiyatlardan bittasini maqtayapti. Qarang, aynan sizning savolingizga tegishli narsa. O'zi Mo'g'ullarni mustamlaka qo'l ostidagi bir qishloqda dunyoga kelgan edi deydi. Urug'i Barlos edi deyapti. Otasi bir kichkinagina lavozimchada bo'lgan oddiy tarag'ay bahodir edi deydi. Lekin undagi narsa shunchalik kuchli ediki, u har bitta ishni mohirona maromiga yetkazib, sabablarini hammasini qilib ko'rib, bir sabab o'xshamasa, keyingi sabab, bizda variantlar deydi-ku, A variant bo'lmasa B variant, B variant bo'lmasa ketdi. Hammasini qilib ko'rib, sababini qilib bo'lgandan keyin xotirjam borib po'stagini ustida uxlaydigan odam edi degan. Po'stak degan hozirgi yotoq. Mana Sohib Qur'onning xarakteri shunaqa bo'lgan ekanlar. Bir ishni qilsa, shu ishni oxirigacha maromiga yetkazib, ipidan ignasigacha hisob kitobini olib qilar ekanda, ishni qilib bo'lgandan keyin umuman natijasini o'ylamay borib po'stagida uyquni uxlar ekan. Ana undan keyin uning ikkinchi eng buyuk xislatlaridan bittasi uning o'zini gapida deydi. Oldiga deydi, ko'p insonlar kelib, nega buncha siz sabablarga yopishasiz? Axir siz musulmonlarning amirisiz-ku. Amir Temursiz-ku. Nega bunaqa xuddi g'ayridillarday, dinsizlarday sabablarga yopishyapsiz har doim? Chunki jang san'ati bo'yicha uzoq muddat izlanishlar olib borib, yangi taktikalar o'ylab topganda Sohib Qur'on. Qilyapsiz sal taqdirga ham ishoning. Siz nima qilsangiz ham shu bo'ladi baribir. Bu duo qilib qo'yaveraylik desa, shu kengashni yiqqan ekanda, hozir mana bu vazirim yoki falonchi menga mana shunday deyapti. Men buni javobini hammalaring bilishini istadim.
agar faqatgina duo bilan ish bitganda payg'ambarimiz alayhissalom qo'llariga zinhor qilich olmas edilar degan. Zinhor. Hech qachon. Mana shu gapni o'zi menimcha anavi omad deb tentirab yurganlarga kifoya bo'lsa kerak. Agar omad kelish kerak bo'lsa, birinchi payg'ambarlarga keladi. Birinchi, ulardan oldin ham, keyin ham hech kimga kelmaydi. Agar omad kelish, lekin birorta payg'ambarni shu omadim kelib qolib payg'ambar bo'ldim deganini eshitganmi? Biron kishi o'qiganmi? Yo'q. Ya omadimiz kelib Uhudda g'alaba qozondikda, omadimiz kelib Badrda g'alaba qozondikda demagan hech qaysisi. Yoki o'sha Davud payg'ambar, omadim kelib men analiklarni yutib qo'ydimda demagan. Yoki Sulaymon alayhissalom hamma biladi, o'sha butun yer yuziga hukmdor bo'lgan, hamma qushlarning tilini bilgan. Demak, jinlarni ishlatgan deyiladi kitoblarda. Shu hech omadim kelib men shunday bo'lib qoldim demagan. Qarang, Sulaymon alayhissalomning o'zlarining gapi bor. Robbimning izni ila bizga juda ko'p jonivorlarni ular bilan gaplashishlik va ularning tilini tushunishlik ne'mati berildi deyapti. Qarang, men o'zim erishdim demayapti. Shunaqa narsa berildi bizga deyapti. Demak, bunda o'ylab qarasak, bugun omadingga ishon, falondaqa qil degan o'sha qo'shtirnoq ichidagi. Men ilmlilarni aytmayapman, chunki o'zim ham ayni damda psixologiya bo'yicha tahsil olyapman. Boshladik mana. Qo'shtirnoq ichidagi psixologlar, psixogenetiklar, tradingchi trenerlar, shularga aytamanki, bu xalqning miyasini suyultirishni to'xtatinglar. Omadlaring zo'r bo'lsa, sizlarni o'zlaring shunaqa kurs sotib $1,5 ming qilib qo'yasizlar, yo $3 ming qilib qo'yasizlar. O'zing sekin o'sha tradingni qilib boy bo'lib yuravermaysan. Tradingni qilib, masalanda. Yo'q, bular o'sha omadingga ishon, andoq bo'ladi, mandoq bo'ladi, yo'q, unaqa emas. Eng boshida aytdik. 2 + 2 ni 4 qilish ham yaratuvchining qo'lida, uni 1 qilish ham yaratuvchining qo'lida, 5 qilish ham yaratuvchi, million qilish ham yaratuvchining qo'lida. Xulosa, Sohibqiron omadga ishonmadi. Biron joyda omadim kelib qolib men Xorazmda yoki eng boshida yoki o'sha Chingiziylarni yutib qo'ydim demagan. Omadim kelib qolib Xorasonni yoki Gurjistonni, Eronni, Damashqni bosib oldim, ya'ni fath qildim demagan. Sababini qildim. Temur tuzuklarida o'zlari yozgan. Har bir ishni qilishdan avval uzoq o'yladim. Yaqinlarim, ya'ni ahli ilmlar bilan kengashdim. Bor sabablarni hisob-kitobini chiqardim va so'ngida yaratuvchiga tavakkul qildim. Bismillah deb boshladim ishimda degan. Hamma narsani hisob-kitobini chiqarib, bor sabablarni qilib, bor boyasini yutib qo'ygan. 16 ta Yevropa davlatini birlashgan lashkarini yenggan Boyazid Yildirimni Sohibqiron borib yutib qo'ygan. U ham mayli. Butun boshli mo'g'ullarni arab diyorlaridan eng oxirigacha kallasini olib quvib chiqargan mamluklarni 1 soatda yengib qo'ygan. 1 soat. Kitoblarda keladi. Nimaga? Boyagi dard, sizdagi dard. Ulug' insonlar, aqlli insonlar, ongli insonlar sabablar qilish kerakligi aniqligini biladi. Ayilsan 8,5 olmoqchimi? Ha, o'qish kerak, tamom. Kitobimda qo'yib uxlasa ham bo'lmaydi, yostiqdagi qo'yib uxlasa ham bo'lmaydi. Borib folbinga meni omadimni choptiring desa ham bo'lmaydi, tumor taqsa hech narsada bo'lmaydi. 1000 marta shayx duo qilsa ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nimaga deng? Bir ustozimiz oldiga bir kishi kelib aytar edi-da, "Hazrat, shu o'qishga kira olmayapman, niyat qilyapman, madrasaga topshirmoqchiman, lekin hech bo'lmayapti" deb har yili kelib duo olardi deng. Hali bir safar men yonida turibman. Ustoz aytdiki, "Men qarang" dedi, "Ha. Siz nechinchi yil topshirishingiz? Bu yil 6-yil topshirishim madrasaga." Siz mayli biz duo qilaveramiz-ku, hech o'zingiz ham tayyorlanasizmi dedi. Endi men ro'zg'orimiz oila katta, men katta farzandman, shuning uchun ko'proq tirikchilik bilan vaqtim o'tadi. Men 1000 marta duo qilganim bilan ham siz tayyorlanmasangiz kira olmaysiz madrasaga dedi. Ya'ni masalan universitetga kirmoqchimi, tayyorlansin, sabablarini qilsin,
natijani Robbisiga topshirib qo'ysin. Sababsiz hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa. Duoni